bor deb baxillarni qattiq yeyishni ham bilmaydi. Qanani atamasga qaynatan. Mana shu jichichin chiqib ketsa ham o'sha deb yotib olasiz-a? Vahima qilmay kuyov bola. Meni ko'rganimni olib keldingiz. Moni olib keldim, moni. Helikopter. Nevarasi vertolyotini olib keldim. O'ynab o'tiramiz. Ukol vaqtingiz bo'ldi. Men ukoldan qo'rqaman. Sizga qilmayman-ku. Bo'pti, keling, sizga ham qilib qo'yaman. Kuyov bola, sen naroyotingiz siqilib qoldik. Juda bir besona qarshisiz-da. Moshilanga nima qilyapti? Ukol vaqtingiz bo'ldi. Bo'ldi, men ukol qilib qo'yaman. Yo'q, o'zim qilaman. Yo'q, tuzalsa yaxshi tuzalsin deb kattasini olib kelganman-da. Voy, nima qilyapsiz? Qatirmang, mana qatirmang. Yo'q, bola. Qatirmang. Onasini ham sen boshqa joyga ketib qoldi. Bilsangiz kimsiz, ha? Voy. Kuyov bola, oling narsalardan yeb o'tiring. Ko'chada ovqatlanib kelgandim. Shu yeganingizdan bir kosa olib kelmabsiz-da. Hamma yetiz ishlamayaptimi? Agar ha desangiz ko'zingizni yuming. Noto'g'ri qilganda qoldi. Voy, iflos. Trenddagi suvlardan ichib qo'yasizmi? Flavisda yangi chiqqan o'rmon mevali ta'mimi? Vo. Ichasizmi? Ha deganingizda berardim. Ammo zo'r suvda 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Ikkinchi ukolingizni oladigan vaqt bo'ldi. Dada ikkinchi ukolni ham kuyovim qilsin desangiz ko'zingizni yumib oching. Yumib oching. Voy, dadasi qo'y unaqa qilmang. Yana nimadir qilib qo'y. Biz o'zbeklar replarmiz. Rep bo'lmasak ham sheplarmiz. Opa yarim kechasi sut qo'torda nima qilyapti? Ukat qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im o'g'ilib qolgan. O'tiring, xola, o'tiring. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Rushnoy tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Ukat ishlayman. Jon opa, iltimos tushun, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan olib qoldim. Uka mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. 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 Beni nimaga qo'rqitoryapsiz? Atalar chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshigi etagimda qisib qoldi. To'xta desam to'xtamaysan. Mana tarus. Aka, po'choqni kesib, akurat savrmenni qilib keldi. Qanaqa aka, dadimman, yem tarusni. Olib keldim. Olib keldingmi? Voy mushugim och qolibdi, bog' qo'y o'lib qolmasin. Bizi paytlarda bunaqa tayliklar ham yo'q edi. Uyda to'shak qolmadi. 6-sinf bola ham siyib qo'yadim. Sharmanda. Yeymiz xotinjon. Monti. Qo'li guldek xotinim bor-da. To'xtang, qo'lingizni kesib olasizmi? Yordam beraman sizga. Bu oshnang yoshi o'tib uylanmagandan keyin mana shunaqa dovdir bo'lib qoldi. Narisa, o'zingizni nimaga uylantirmagansiz-mi? Bu so'qin qiz tanlurib xotinsiz qoldi. Aya xotinimni so'kmang-a. Butog'ingga nimadir degan. Ey, men ham dovdir bo'lib qolman. Alo jonim. Endi 5 bo'ldi-yu, kiraman ertaroq uyga. Qorong'i tushmasdan kiraman. Bo'pti jonim. Darmayet, menga qara. Yoshing bir joyga borib qolgan. Sen uylanmagansan. Xotining yo'q seni, tushunayapsanmi? Men dilimni yakson aylading-da, dil siqishmi? Xotini yo'q deb bermaylading. Lekin to'g'ri aytyapsan, do'stim. Bo'largani, ana endi o'zing kelding. Malades. Shunday magazinga kirib chiqaylik. Yur, sup olamiz. Yo'q, xotinim o'rama qilaman deb shunga go'sht olaylik. Bizning qahramonlarimiz. Xotin. Ha. 25 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan bo'lsak, 5 yil seni deganman. Nima?
Mo'ylon qani. Bu oilaning ajoyibligi katta farzandga er o'zining otasining ismini qo'ygan, Sanjar deb. Kichik farzandga esa xotin o'z otalarining ismini qo'ygan, Kozimjon deb. Agar mabodo oilada janjal ko'tarilsa, alamini farzandlaridan olishadi. Kozim ko'zingga laymay o'lgur iflos maki. Sanjar Qiyshiq og'zingdan qoningga ko'ra maki. Qiyshiq Kozim g'ilay maki iflos. Kecha Instagramda tashlagan narsani ko'rdingmi? Qaysi? Senga narsa tashlamayman bor. Sen tashlagan narsalarni ko'rmayapsanmi? Qaysi? Xo'p. Oldi men senga ketgan megabaytlarimga sudlashaman. Xo'p, nima tashladim eslatchi? Qilaverma, qaysi? Esimda yo'q. Senga qaytib narsa tashlamayman. Mo ip tushagin, tushamoy. Nima bu endi? Uzildi oshnachiligim. Zoshla, bloksan. Bo'pti, kechir, to'xtay. Ha, O'rtoq, bo'ldi, kechir. Videolaringni ko'raman, blokdan chiqarib qo'y. bo'l, blokdan chiqarib qo'yaman. Hamma tashlagan videolaringga reaksiya qoldirib ko'rib chiqasan. Tushundingmi? Zo'r video ekan. Aliga tashlab qo'yaman. Sen odam bo'lmaysan, sen umuman odam bo'lmaysan. Kecha tashlagan narsani menga qaytarib tashlayapsanmi? Vafshi bloksan, bir umrga umuman pashol bo'l, bir umrga bloksan. Mashina narsa tashlasa ko'rmaydigan oshnalarga tashlab qo'yinglar. Ko'rganini qaydan bilsanglar bo'ladi? Kommentariyaga ko'rdim deb qo'yadi. Yashamayli ekanda. Ko'z ijrolar yomon chiqar, ko'zlar bilan. Hozir boshqa joyingizda tutib chiqadi, yuribagi. Endi o'g'il bola hamma xato qiladi. Bir marta kechiraman. Agar chekmayman deb va'da bersangiz, urmayman. Boshqa chekmayman. Ama yana chekadigan bo'lsangiz, mana o James Brown tuflisi olma. Men hali vazelin surtib o'tirmayman ama. Qalampir surtayman, hoppa. Ha, ko'proq chekkasizda, to'g'rimi? Ko'proq chekib sigaret chekkasiz, o'rganib qolgansizda, xubor tutyapti. Yo'q, Dubayga aylanib kelyapti. Xotin, hali tondagi sandiqdagi dollarlarda bir ikkita tamchiq jinni pulimiz VIP Dubay deydi. Bir Amerikami, Vatikanmi, shelmi, aslaga jo'natib jinni pulimiz VIP o'zi qog'oz topolmayapmiz. Puli yo'q, darmay. O'g'lim sizga boshqa narsani o'rgataman. Qarang, Instagramga kirasiz, MA Store profiliga kirib turib and I'm feeling good. Ko'chaga chiqishing bilan sizlarda ham issiqmi? Aka, konditsioneri yo'qmi mashinangizni? Aka, talabaman-da. Konditsioner qo'ysam suvdek cho'ryapti benzinni. Aka, shampun yo'qmi? Nimaga? Cho'milib ketardim-da. Ishxonaga kelsang konditsioner ham ishlamaydi. Ba'zi birlar ventilyatorda o'ziga qaratib olgan.